Hamma so'ragan Pinterest'dagi takolarimizni pishiramiz. 1 stakan iliq suvdan boshlab, ketidan 2 qoshiq salatni yog', un hammasini aralashtirib yumshoq xamir qilib olamiz. Uyimdan eng oxirgi paketni topib, ichiga solib morozinnikka tiqib olamiz. Bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Hazil bilan bolgarskilarimizni tushirib olib, fokus qilib olib, ichini bir amallab chiqarib olamiz. ASMR qilib tovuqchamizga shapat berib, to'r burchak qilib to'rab olamiz. Piyozlarni slice qilib olamiz. Tovuqimizni marinadiga tuz, soyavoy sous quyib aralashtirib olamiz. O'zimni Elza deb o'yladim. Bo'pti, xamirimizni teng bo'lib olib, sharik qilib qimirlatib olamiz. Qiliqlarimni qilib olib, yoyishga o'tib ketamiz. Qaranglar qanaqa dumalloq. Skоворodkamizni olib, xamirimizni pishirishga o'tib ketdik. Gazimni yoqmoqchi bo'lsam, uyda gaz yo'q. Shitda men уже panikaga tushib turganimda ana bola yonimga keldi. Paymidan to'lashni o'rgan. Paymiga kirasan, oplata bo'limiga o'tasan. Bu yerdan kommunalniy uslugi degan joyni topib, kirib gazga to'lov qilasan. Ma'lumotlaringni ko'rsatib, kerakli summani kirgizib, продолжitni bosib yuborasan. Bo'ldi, hammasi oson va tez. Realni tez yoqildi. Lipyoshkalarimni ikki tomondan qizartirib olib, qovuriladigan narsalarga o'tib ketamiz. Tovuqchamizni jizbiz qilib olib, piyozimizni solib, bay hidini buni. Lipyoshkalarimizni ichiga solib, zubachiska bilan qotirib, ustiga cho'rkalangan pomidorni quyib chiqamiz. Keyin o'zimni firmenniy sousimizni ustiga quyib, kimga sous kerak bo'lsa, direktga yozib yuboringlar qizlar. O'zimni ushlanmay birinchisini og'zimga tiqib yordim. Qaranglar, buni qanaqa sochniligini gap bo'lishi mumkin emas.